Assalomu alaykum qadrli aziz kuzatuvchilarim. Sizlarga hozir ko'pchilik bilgan lekin ko'zi bilan ko'rmagan bir narsani ko'rsataman. Bu bizning bog'bonimiz daraxtlarning tagini yumshatyapti. Mana beryoza daraxti. Buni Rossiyaga kelganlar biladi, beryoza daraxti o'zidan sok chiqaradi, ya'ni suv chiqaradi, bir tabiiy shifobaxsh suv chiqaradi. O'sha suvni ichgan odam juda bir foydasi bor deb eshitgan, ko'p dardga davo deb eshitganmiz, kasalliklarga. Mana biz mana shunday suvni hozir sizlarga ko'rsataman. Mana shu beryoza daraxtidan mana shunday suv chiqadi azizlar. Beryozani soki deyiladi buni. Beryoza daraxtining sharbati. Mana shunday nimadir qoqib qo'ysangiz, mana biz temir qoqib qo'ygan, turba, kichkinagina turba qoqib qo'yganmiz. O'sha turbadan oqib mana to'lgan idishimiz. Buni xohlagan odam ichishi mumkin. Hozir ichib ko'rsataman sizlarga. Bismillah. Buni mazasini sizlarga hozir tushuntirib bera olmayman. Mazasi ozroq qanaqadir shirinligi bor, lekin daraxtmi yoki mevami nimadir ta'mi, lekin buni men birinchi marta his qilishim, chunki avval umuman ichmaganman. O'zim xohlardim mana shu beryoza daraxtini suvga ichib ko'rishni, lekin nasib qilmagandi. Bugun mana shu narsaga duch kelib qoldim. İchib ko'rsatyapman, lekin juda mazzali suv ekan. Menga juda ham yoqdi. Tiniqligini qarang mana. Bizga mana endi bahor kelishni boshladi. Endi daraxtlar mana endi kurtaklanyapti daraxtlar. Daraxtlar hali endi kurtak yozib, mana endi barg chiqaryapti bizda. Ko'rishingiz mumkin, olma daraxti bu. Mana beryoza daraxtining soki oqib, tayyor bo'lib kutib turibdi siz azizlarni. Kim meni icharkan deb. Maza. Naryoqda ham bitta bor edi. Adashmasam.